Assalomu alaykum azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Shahnozaxon opajonim, siz bilan bog'landikmi? Alo. Shahnozaxon opajon, siz bo'lasizmi? Bezovta Alo. qo'ymadikmi? Yaxshimisiz? Sog'-omonmisiz? Yaxshi, rahmat. Siz bilan bog'langanimizdan cheksiz mamnunmiz. Bezovta qilgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Umid qilamizki, sog'-salomat, kayfiyatingiz yaxshi damlarda bizga quloq tutyapsiz. Men esa sizga to'g'ridan-to'g'ri jonli murojaat qilayotgan boshlovchingiz Nodira Begim bo'laman. Hozir aynan siz uchun kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi orqali aloqadamiz. Bugun sizning shukronalik, shodiyonalik, quvonchli kuningiz ekan, to'g'rimi? Bu kun munosabati bilan sizni bugungi Allohimga chin ne'mat, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xol summat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, bunday go'zal kunlarning davomiy bo'lishini tilaymiz. Dunyodagi eng baxtli, omadli insonlar bo'lishingizni ham chin dildan tilab qolamiz. Rahmat. Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'lingizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni silasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bugungi fayzli kunda o'tayotgan shukrona kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. 25 yoshingiz eng barakali, eng fayzli yoshlaringizdan biri bo'lsin. Opajonim, sizni go'zal tarzda tabriklash va sizni yanada xursand qilish maqsadida yaqinlaringiz tomonidan loyihamizga ajoyib tabriknoma maktublari yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bunday dilnomalarni, tabriknomalarni qaysi bir yaqin insoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, o'ylab qoldim. Bilaman, qaysi birlar ekan. Oila a'zolaringiz orasidan o'ylab ko'rasizmi? Mahira ham bo'lishi kerak. Yo'q. Endi hozir menim shu kellimizdan chiqardi-da. Yana kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ring. Sizni qiynamagan holda o'zimiz ayta qolaylikmi? Ha, so'ring. Sizning eng yaqin insonlaringizdan biri. Dadajoningiz Abdulaziz aka nomlaridan mana shunday go'zal tabriknomalar yetib kelgan ekan. Shu bilan birga onajoningiz Naimaxon, jiyanlaringiz Abdurahmon, Abduazizlar nomidan ham yetib kelgan ekan. Mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog'-salomat bo'ling. O'zlari ham baxtimga sog' bo'lsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Ruxsat bersangiz, dadajoningiz nomidan tabriknomalarni, dilnomalarni Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli.
Mehribon qizim Shahnozaxon. Bugun mening hayotimda eng muhim, eng quvonchli kunlardan biri sen dunyoga kelgan kun. Ana shu kuni hayotimga yorug'lik kirib kelgan. Qalbim muhabbatga, mehrga to'lgan. Seni ilk bor bag'rimga bosgan kunimni hech qachon unutmayman. Bugun esa sen ulg'ayib, mehribon, aqlli, orzulari katta, yuragi pok bir inson bo'lib o'sib ulg'ayyapsan. Qizim, bilasanmi? Sen mening faxrim, mening kuchimsan. Har bir kulguying qalbimni quvonchga to'ldiradi. Har bir muvaffaqiyating ko'zimga baxt yoshlarini keltiradi. Yuzingdan nur yog'ilib tursin. Ko'ngling doimo shod bo'lsin. Orzularing ro'yobga chiqsin. Oldinda faqat ezgu yo'llar ochilsin. Sen doimo sog' salomat bo'l. Baxtingdan ko'zlarim quvnab yursin. Hayotingda doimo seni quvvatlaydigan, seni qadrlaydigan insonlar ko'p bo'lsin. Har qanday qiyinchilikda sabrli bo'lgin. Har qanday imkoniyatda dadil bo'lgin. Men har doim sening yoningdaman. Har qanday holatda seni yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin qizalog'im. Seni dunyodagi eng baxtli qiz qilishga harakat qilaman. Seni juda yaxshi ko'raman qizalog'im. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Muhabbat bog'imni mevasi o'zing. Onamga o'xshaydi yuzing, qosh ko'zing, ko'zimga to'tiyo bosgan har izing, umrimda porlagan mitti yulduzim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Qo'llaringda tutganimda, ko'nglimda ajib bir hislar o'tganda, armon hayotimdan bir zum o'tganda, Allohga aytaman shukrona so'zim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Otangni, onangni kutgan ohsan. Yo'llarin yoritgan ko'kda mohsan. Padarim, volidam ovunchog'isan. Mehribon inson bo'l yetadi ko'zim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Doimo kulib yurgin duoda o'zim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Seni juda ham yaxshi ko'ruvchi dadajoning, seni chin qalbimdan yaxshi ko'raman qizim deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolibdilar. Dadajoningizning samimiy dil izhorlari ko'nglingizdan joy oldi degan umiddamiz. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, yaqin insonlaringiz uchun dil izhorlaringiz bo'lsa eshitamiz. Avvalo ota-onam sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bizga baxt kamolimizni ko'rib yurishsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin opajonim. Mayli, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yuragingiz doimo quvonchga to'lsin. Yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz arimasin. Duo va barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Yaxshi qoling. Rahmat. Sog' bo'ling. Alloh panohida bo'ling opajonim. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Kun sizga jonim yulib beryapman. Endi qizim sizga omonat biling. Jismimni yarmini bo'lib beryapman. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham tutday to'kilar. Dard teksa yuragim choki so'kilar.
ko'zidan yosh tomsa qaddim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham titday to'kilar. Dard tegsa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qaddim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qism, gulga emas hayoga o'ralgan qism. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qism, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qizim tug'ilganda men parvoz qildim. Jon desa jonimni poyandoz qildim. Kiprigim gardiga xokandoz qildim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qizim tug'ilganda men parvoz qildim. Jon desa jonimni poyandoz qildim. Kiprigim gardiga xokandoz qildim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham titray to'kilar. Dard tegsa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qandim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling.